Namanganda eroncha uslubda qurilgan xonadonga eshik romlar o'rnatib berdik. Mijozimiz bizga eshik romlarini buyurtma berishlaridan oldin 3 ta muammolari bor edi. Ya'ni, uyim promzonada joylashgan, shovqin kirmaydimi? Oynalarim juda katta, sovuq kirmaydimi? Eshik romlarim baland, mustahkam bo'ladimi? Biz birinchi shovqin muammosiga premium tizimdagi Engelberg Thermo 78 modeli bilan yechim berdik. Sababi ushbu model profili qalin va ko'p kamerali hamda 5 tomonlama rezina zichlagichi va sifatli aksessuarlari bilan har qanday shovqinni kiritmaydi. Ikkinchi, sovuq harorat uyga kirmasligi uchun Rossiya davlatida ishlab chiqariluvchi energiya tejamkor oynalar bilan yechim berdik. Sababi ushbu oyna oddiy oq oynaga nisbatan tashqi sovuq haroratni uyga kirmasligi va ichkaridagi issiq harorat chiqib ketmasligini 50% gacha oshirib beradi. Uchinchi, mustahkamlik muammosini yechish uchun romlarimizni ko'rib turibsiz. Bo'yi 3 metr, eni 3,5 metr holatda qilib yasalgan. Biz bu romlarni ikkiga ajratib, maxsus Silent profil orqali bir-biriga bog'lab berdik. Bu esa romlar va oynalar mustahkamligi va xavfsizligini bir necha barobarga oshirib berdi. Buni ko'p eshik rom yasovchilar sizga aytmasligi mumkin. Siz ham yaqin kunda eshik rom o'rnatmoqchimisiz? Aynan ushbu xonadonimiz eshik romlariga qancha pul ketganini izohlarda yozib qoldiring. Aniq topgan mijozimizga eshik romlar uchun maxsus chegirmalarimiz bor.